Hozir uyimga keldim. Tug'ilgan kundan qolgan sizlarga mana bu narsalarni ko'rsataman, mana qarang. Endi buni kim yediraman, bir o'zim yashasam, buni qaranglar. Sardor gangster tortlar kesilmagan. Buni qaranglar. Buni qaranglar. Buni qarang. Bir tovoq ovqat. Go'shtmi bu? Dumba. Buni qara. Go'sht. Kotlet, kalbasa, steak. Buni qara. Nonlarga mayli, nonlar qotirmaymiz. Yevoramiz nonlarni. Bu nima edi bu? Kelinglar mehmonga yana. Assalomu alaykum hammaga, xayrli tong. Endi ko'p videolar ko'rib qoldim. Juda ko'pchilik hate qilib, juda ko'pchilik tug'ilgan kun haqida videolar qilib, ya'ni kimdirlar prikol qilib so'kkanimiz tushunaman, lekin ko'pchilik ko'ra olmaslik qilib ichi yonib qanaqadir kesatib, yo'q deb gapiribdi. Men yana aytaman. Vatandoshlarim, yurtdoshlarim, qo'shni davlat, O'rta Osiyo, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkiya hamma yoqdan kelgan mehmonlarning hurmatiga bir chiroyligini qo'limdan kelgancha qildim, maqtanish uchun emas. Onam qolmayapti, otam qolmayapti, onam, otam, oilam hammasi Allohga ming shukr hoji qilganman. Meni so'kinglar. Meni aybim nima o'zi bu joyda men tushunmadim. Video qilib turib rosa endi TikTokchilik tushunaman, o'zbekchilik, lekin yaxshi ish qilmayapsizlar, to'g'risi.